Assalomu alaykum. Umid aka, o'yin haqida ikki og'iz fikringiz. Avvalo assalomu alaykum sizlarga ham. Shunchalik musobaqa uyushtirsalar rahmat katta. Avvalo sizlarni yangi maydon bilan tabriklayman. Shuni Salaydinov bilan birga Sharxonda faoliyat olib borganmiz. Shunchalik maydon qurishibdi. Sizlarga tabriklayman. Xudo xolasa omad zafarlar tilayman. O'yinga keladigan bo'lsak, o'yin yaxshi bo'ldi. Xudoga shukr, jarohatlarsiz juda yaxshi chiroyli o'yin bo'ldi. Ozgina omad yetishmadi, no keyingi o'yinlarda Xudo xolasa harakat qilamiz. Keyingi o'yinlarda, keyingi faoliyatingizda omad tilaymiz. Esdalik uchun diplomni qabul qilamiz. Rahmat katta, sizlarga ham omad tilaymiz. Eng yaxshi o'yinchi Qosimjonov Sanjarbek tabriklaymiz. Rahmat. Sanjarbek, o'yin haqida ikki og'iz fikringiz. O'yin yaxshi bo'ldi. Biz ham qolishmadik, komanda ham yaxshi ekan. Asosiysi do'stlik bu yerda. Eng asosiysi tajriba, bo'ptimi? Harakat qilib keyingi o'yinlarda omad. Malades. Bugungi o'yinning eng yaxshi o'yinchisi Abdujabborov Abduvohidga o'zimiz diplomimizni topshiramiz. Abduvohid, tabriklayman. Eng yaxshi o'yinchi bo'lganingiz bilan o'yin haqida ikki og'iz fikringizni aytsangiz. Yaxshi bo'ldi o'yin. Qiyinchilik bilan o'tdi. Ramzjon ham zo'r ekan. Xudo xolasa finalga chiqib yutishimizni xohlaymiz. Malades, rahmat. Assalomu alaykum Husayn aka. O'yin haqidagi fikringiz. Assalomu alaykum avvalambor. Xudo xolasa bugungi o'yinni g'alaba bilan boshladik. Ikkinchi turda yutdik. Jamoa bilan birgalikda xursandmiz. O'yin juda ham zo'r o'tdi. Professional darajada turnir tashkillagan Sharxon Kids murabbiylarga kattakon rahmat aytamiz. Xudo xolasa bunaqa turnirlar ko'p bo'lishini xohlab qolamiz. Keyingi turnirlarda ham ishtirok etishni niyatimiz bor. Rahmat katta. Keyingi o'yinlarga omad, sog' bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum. Akmal aka, o'yin haqida ikki og'iz fikringiz. Avvalambor taklif qilganinglar uchun rahmat bu musobaqaga. Xo'p, o'yin haqida gapiradigan bo'lsam, o'yin Farg'onaning komandasi bilan jangovar durang bo'ldi. Xo'p, biz bolalar yangi tashkil topilgan bolalar, lekin shunga qaramasdan optni komandalarga qarshi normallik o'ynadi deb o'ylayman. Bu musobaqaga chempion bo'lish uchun kelganmiz. Buni qolgan o'yinlarda ham ko'rsatib qo'yamiz. Tashkilotchilik haqida ikki og'iz. Tashkilotchilik zo'r, sharoitlar, polya, tashqaridagi organizatsiya ishlari vaqti zo'r bo'lgan. Sharxon Kapda doimiy qatnashchisi bo'lib qolamiz. Rahmat katta, keyingi o'yinlarga omad. O'yin yaxshi bo'ldi. Bolalar ustida yana yaxshi ishlaymiz. Xudo xolasa turnirlarga gap yo'q. Tashkilotchilik qanday bo'lyapti? Вообще zo'r. Kutilgandek bo'ldi. Bolalar ham xursand bo'lishdi, maza qilishdi. Xudo xolasa yana yaxshiroq tayyorlanib qaytamiz. Rahmat, keyingi o'yinlarga omad. O'yin juda chiroyli tashkillandi. Bolalar qattiq mehnat qildi g'alaba uchun. Turnir o'ta chiroyli tashkillanyapti. Umumiy holatda hamma turnirda qatnashib turgan 8 ta komanda ham juda kuchli komandalar. Vodiy bo'ylab yig'ilgan juda kuchli komandalar o'rtasida turnirga taklif qilganlarga avvalambor rahmat kattakon. Bolalar uchun bu turnirimiz tajriba bo'lyapti. Keyingi bosqichda ham bolalar o'z kuchini ko'rsatadi, mehnat qilishadi. Rahmat katta, keyingi o'yinlarga omad. Rahmat. O'yin yaxshi bo'ldi. 3-0dan 3 gacha comeback qildik. Zo'r gol urdi. Bugungi o'yinning eng yaxshi o'yinchisini Men O'zamach sovrini bilan tabriklaymiz. Malades. Bundan ham zo'r o'ynagan, omadingni bersin. Musobaqa tashkilotchisi sifatida sizga kattakon rahmat aytaman. Rahmat sizga ham katta. Ishlaringizga omad. Mana bu Kids Cup musobaqasidan arzimasa ham sovg'a. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Iloyim aytgan, o'ylagan niyatlaringizga yetib, yaxshi trener bo'lishni nasib qilsin. Zo'r o'ynashdi, raqib jamoa ham biznikilar ham qo'ldan kelgancha. Xudo xolasa keyingi turnirlarga yana ham yaxshiroq tayyorlanib qaytamiz. Arzimasa ham sovg'amiz bor, qabul qila olasiz. Esdalikka. Rahmat. O'yinning eng yaxshi o'yinchisi Muhammadiy bilan qisqa intervyu. Muhammadiy, tabriklaymiz. Rahmat. Eng yaxshi o'yinchi bo'lganingiz bilan, mana malades. Keyingi o'yinlarda omad, yaxshi harakat qilib jamoangizga yordam bering, xo'pmi? Sog' bo'ling. O'yin aka Erkinov jamoasi bilan bo'ldi. Boshda o'tkazayotgandik, oxirida hammasi Xudodan harakat qildik. Bolalar harakat qildi, oxirigacha yugurdi, izlandi. Xudo natijasini ko'rsatib qo'ydi. Mana o'yin bizning foydamizga yakunlandi. Keyingi bosqich bilan chiqqaninglar bilan tabriklayman. Sharxon Kubdan esdalik sovg'asi qabul qila olasiz. O'yinning eng yaxshi o'yinchisi Muhammad Qodir bilan qisqa savol javob qilamiz. Muhammad Qodir, eng yaxshi o'yinchi bo'lganingiz bilan tabriklayman. Sovrinni qabul qila olasiz. Yaxshi harakat qilib, keyingi faoliyatingizda omad tilaymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Malades. O'yin haqida fikrim, bugun juda ham komandalarga ochko zarur edi. Shuning uchun ikkala komanda ham borini berib harakat qildi. Oxirida Sharxon Kids jamoasi biz jamoani mag'lub qildi. Erkinov futbol jamoasi Xudo xolasa keyingi turnirlarda ham qatnashadi. Turnirga rahmat katta ekan. Sizga ham rahmat katta. Jamoangiz juda ham shakllangan jamoa ekan. Xudo xolasa keyingi o'yin, keyingi musobaqalarda omad tilaymiz. Esdalik sovg'ani qabul qila olasiz. Rasm yopib qo'yasiz endi bitta.